Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Bundan beri asosan jismoniy fuqarolar kredit majlis topshirganlar. Sizlarga yana bir tushuncha bermoqchi. Asosan hurmatli prezidentimizni qarorlari bo'yicha faqat 312 faqat 7 mahalla loyihasi bo'yicha yana sizlarni tanishtirib o'tsa. Asosan mana faqat 312 bo'yicha yuridik tashkilotlarga beramiz, yaxta olish kerak, MChga olish kerak, 5 yillik qilib, agar ayol rahbar bo'layotgan bo'lsa, yillik 20%, erkak rahbar bo'layotgan bo'lsa, 22% qilib beriladi. Buni imtiyoz davri 2 yil qilib beramiz. Hozir shu o'rinda mahalla loyihasi ham ko'zda tutilgan, mahalla loyihasini ham 5 yilga beriladi. Bu ham 2 yillik imtiyoz davri bilan ayollarga 23%, erkaklarga 25% qilib beramiz. Bunda kafillik, asosan kafillik bilan beramiz, so'rta bilan beramiz. Hozir shu o'rinda 12 millionligimiz bor. Faqat 7 bo'yicha 4 yilga beramiz. Bundan 6 oy imtiyoz davri bilan 48 oyga xuddi bu ham ayollarga 23%, erkaklarga 25% qilib beramiz.